Bu qizimiz kuchli quloq og'rig'i bilan keldi. Bemorimizni tekshirganimizda qulog'i qizargan, shishgan pardasi holatini aniqladik. Bunaqa holatda birinchi yordam og'riq qoldiruvchi mahalliy lidek sostavida lidekain bor dorilarni elitgan holatda tomizib 3 minutcha yotish, yengil paxta ustidan qo'yib qo'yish va umumiy og'riq qoldiruvchi ibuprofenlardan foydalansak bo'ladi. Uni ham yoshiga, holatiga va temperaturasiga qaragan holatda beriladi. Keyingi yordamimiz burun yo'llarini ochib sanatsiya qilish, sababi sulxoy turbani qancha tez ishlatsak, bizda o'rta quloqda bosim kamayib borishlaydi. Albatta, bu dorilar hammasi teshilmagan quloqqa mumkin. Agarda quloq oqqan yoki teshilgan bo'lsa, bu dorilar mumkin emas, faqat Floxedex tomish mumkin. Agarda og'riq kuchli bo'lsa, lidekain sostavli dorini turndi yordamida qo'yish mumkin. Ahamiyat bersanglar, bu chap burun yo'li ichkari kirib ketursa, adenoidni ko'rishimiz mumkin. 2-3 stepen adenoid shomolash hisobiga kattalashgan. Quloqdan burunga ochiluvchi nayi yopilib qolishi kuzatilyapti. Shuni hisobiga quloqda shomollash kuzatilgan. Bunaqa holatda bolaga to'liq lecheniya yozib beramiz. Adenoid so'littiruvchi lecheniya ham yoziladi. 1 oy davomida kuzatiladi. Agarda 1 oy davomida adenoid kichkinalashib, quloqdan burunga ochiladigan yo'l ochilib ketsa, bizning yutug'imiz operatsiya taklif qilmaymiz. Agarda adenoid kichkinalashmasa, quloqdan burunga ochiluvchi yo'l ochilmasa, bunaqa holatda operatsiya taklif qilamiz. Sababi o'rta quloq va ichki quloqda turgan infeksiya zarar yetkazmasligi maqsadida. Agarda zarar yetkazsa, kelajakda bolada eshitish pastligi kuzatilishi mumkin. Ikkinchi etapda, agarda sulxoy turbani yo'lini biza tiklasa ham adenoid kichkinalashsa, quloqning ichida eksudat mukozlarni qolsa, quyuqlashib. Bunaqa holatda 1 oy davomida kuzatiladi. Agarda quloqida eshitish nerviga ta'sir qilmasa, agarda suyuqlik kamayib borsa, lecheniya davom ettiriladi. Agarda suyuqlik kamaymasdan o'z holida 1 oy davomida tursa va ichki quloqga zarar yetkazishni boshlasa, bunaqa holatda quloq pardasini teshib, ichkarida mukozlangan eksudatni olib tashlaymiz.